Mana shundan hozir. Bundan nechta chiqdi? Nechta olding bundan bola? Bu makiyonni o'zi xo'rozlardan katta bu. Nech kiloli? 5 kilo tevasidanmi? Yo'q. Buni bolalari ham bo'ladi-da bular ham. Mana shundan chiqqanlari o'nular a? Shular. Chip 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 chip. Haligilarchi rossiyskiy ochganlarni ham olib kelgan. Onularni, ha, kichkinalar qochib turing o'g'lim. Quyosh bo'lib qoladi. Bular ham chiqaveradi o'g'lim. Chi. Bunda ham bor. Qochinglar, baqa kelinglar. Bah. Katayda bormi xo'roz hozir? Xo'roz. Katayda qaysinda hali? Ko'rdi bolalarimi? Ko'rdi jangi ham bor-a? Ko'rdi bolasi. Uchuji. Buni urishi ham, buni qo'yilgan-a buni, jangi bor-a buni? Ha, haligi 10-15 minut urushgan bor. Be. Qochib turing. Qochib turing o'g'lim. Tashqariga tashlaylik-chi bitta. Bunday qo'yib turibdi. Nima qo'yib turganda olim baba? Qo'lingni ochib qoch cho'qib oladi seni o'g'lim. Cho'qmaydi. Bu tayyor bo'lganda ro'zadan keyin. Bu 4 kiloga tayyor bu jangga. Ko'rdingmi? Bo'yiga bor. Tayyor bu mana. Xudo xolasa. Narxini kelishib qolsak, deyvor. Men gapiray o'g'lim, qochib yo'qolib turing o'g'lim. Narxini kelishib qolsak, tayyor. Shunda olib boradi, o'ynaveradi. Vesiga javobli bo'yiga. 10 tami dag'dan kelgan tuxum. Bular uzunligini qarang bularni. Bu nima bu zoti bu? Nima degan Husan aka? Yo'q ikkita olim teni. Anaqasini, otasini bo'yini bergan buni. 100 talik shamoy. Shamoy 100 talik bularmi? Bizdagilar bizali chempionga qo'shib oldikda shamolarni. Uni katta qilyapti buni mana. Buni enasidan ajratmadik bularni o'zi. Sovuqda olib qolmasin deb ehtiyot qilyapmiz. O'zimizni zoti ko'plar bo'lganda bularni ham sovuqdan enasidan ajratib boqqan bo'lardik.